Hay, qalaysan, jonim, yaxshimisan? Sog'indim-ku. Bir o'zi tugadi-ku, ko'rishmaymiz uni aylanib. Nima qilyapsan? Siz bilan gaplashyapman. Ro'za oyida qiz bola bilan gaplashib bo'lmaydi, gunoh bo'ladi. Hay. Hop. Hay, bir oy seni shu qadar sog'inish mumkinmi? Nima qilyapsan? To'g'ri gapmi? Ro'za oyida nog' chekish mumkin emas. Gunoh bo'ladi, yig'ishtiradi nogsingni. Alo jonim. Bugun bir ko'rishaylik. Akam jonga tegdi-da, har narsaga aralashaverib. Ha, kutaman. Nima qilyapsan? Qizim bilan gaplashyapman. Ro'za oyida uchrashib ham bo'lmaydi, qiz bola bilan gunoh bo'ladi. Nima qilay endi? Shunday ko'rishmayman endi. Ko'rishma, gunoh bo'ladi ro'za oyida. Aka, ro'za to'ygadiga 2 kun bo'ldi. Menga ham yashayga aqlmay ham. 2 kun bo'ldi? Ha. Yeb bilet. Alo jonim, ro'za tugabdi. Bugun ko'rishaylik. Ura! Bilet. Dilam dilame